Assalomu alaykum qadrdonlar, bashara, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar? Do'stlar, xabaringlar bo'lsa, oy boshida Toshkentga borib tushganda aeroportda hojilarimiz kelishgan vaqtda to'g'ri kelgan ekan. O'sha vaqtda bir niyat qildim. Xudo xolasa, xudo nasib, men ham shu ota-onamni haj safarlariga jo'natsam deb. Do'stlar, o'sha kuni ham aytdim. To'g'risi niyatda juda ham katta gap bor deb. Do'stlar, o'sha kun qilgan niyatim amalga oshdi. Mana xudo xolasa ota-onam o'sha haj safarida bugun mana 3-kun ziyoratlarni qilib yurishibdi, hoji ota, hoji ona bo'lib. Do'stlar, bilmadim, o'zimda boshqacha bir hissiyot. To'g'risi juda ham xursandman. O'shaning uchun do'stlar, ko'p narsa niyatga bog'liq ekan. Harakat boshlash kerak ekan, tamom. Kimdir ozgina pul yig'ib olay yoki nimadirlar deb o'ylashi mumkin. Do'stlar, pulingiz bo'lsa ham, agar o'sha kunga buyurilmagan bo'lsa, o'sha ishingiz o'xshamasdan yuraverar ekan, nimadirlar bo'laverar ekan. Agar pulingiz bo'lmasa ham niyat qilib bir boshlab olsangiz, o'z-o'zidan to'g'ri bo'lib ketaverar ekan. Hamma ishlaringiz to'g'ri bo'lib ketaverar ekan. O'shaning uchun do'stlar, hammanglarga rahmat. O'sha kuni ham men direktimga yozishgan ekan. Niyatingizga yeting, yo'q deb ancha iliq niyatlar bo'lgan ekan. Hammaga rahmat. Yuksak Travelga ham kattakon rahmat deymiz. Mana shuncha hoji otalarimiz, hoji onalarimizni olib borib kelishyapti. Juda qulay sharoitlar qilib berishyapti ekan. Juda ham katta rahmat aytamiz. Barchanglar sog' bo'linglar. Barchanglardan Alloh rozi bo'lsin do'stlar.